Barcha sizlar bilan bugun tekin almos olishni o'rganamiz. Birinchi navbatda tekin almos onasiga bor. Ya'ni tekin almos olishni o'rganamiz. Tekin almos olish uchun tekin almos olmoqchi bo'lsalaringiz, birinchi navbatda tekin almos past chiziqcha 23 deb olamiz. Mana bu kanalga ona qilasiz. Boshqa kanallarga uchib qolmang. Faqat shu kanaldan ona qilasiz. Kanalga kirib olamiz. Kanalga qo'shilib qo'yamiz. Mana yerda boti bor. Botidan shunday o'tib qo'yamizda, mana biz ishlagan ekanmiz botidan. Biz botdan ishlaganimizdan keyin mana ishlash tugmasini bosamiz va do'stlarga ulashamiz. Do'stlarga bironta do'stlarga ulashib qo'yamiz. Ya'ni o'tib qo'yish uchun uni qilamiz. Keyin bo'ldi. Siz bulardan, ya'ni botlardan almashasiz. Ya'ni kabinetim almas 24 ta. Yechib olganlarim mana. Yechib olganlarimgacha bor. Mana sizlarga ya'ni aldayapsiz desalaringiz, mana adminning o'zi javob bergan menga. Mana buyurtmangiz bajarildi. Haftalik voucher, eng kichkina voucher, ya'ni 80 almas yechmoqchi bo'lsalaringiz, almas yechish degan joyda almas yechish bor. Biz 90 almas berish kerak bo'ladi. 90 almas beradi, ya'ni kichik haftalik. Bunga 120 almas, kamida 120 almas kerak bo'ladi. Ya'ni 120 almas yechib olasizlar. Boshqa o'yindan donat game, ya'ni PUBG, Free Fire, legendalarga bo'lsa ham bu almasdan foydalansangiz bo'ladi, ya'ni botdan. Botni qayerdan topamiz desalaringiz, botni qayerdan topamiz? Mana shunday o'yinga yozgandek, mana tekin almas chiziqcha 23. Mana shu botdan o'tib, mana shu yerdan unisini bosasizlar va ishlab ketaverasizlar. Bo'ldi. Faqat boshqa yolg'on saytlardan ishonmang. Boshqa botlardan ishonmang. Mana bu kanalda almashadigan botlar bor. Shulardan 20 ta, atigina 20 ta do'st taklif qilib 100 almas, 120 almaslar ishlashingiz mumkin. Bu sog' bo'lasizlar. Kommentariyaga yozib ketinglar, men ishlayapman almas botdan, ishonchli ekan deb. Bo'ldi.